Assalomu alaykum. Bugun O'zbekistonning ajoyib oltin kuzida mana shunday chiroyli kunlarda o'zimizning video lavhamizni boshlasak. Hamrobayeva Feruza Ibrohimovna, tibbiyot fanlari doktori, professor, gastroenterologiya va fizioterapiya kafedrasi mudiri. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazining terapiya fakulteti dekani. 2015-yildan beri O'zbekiston Respublikasi gastroenterologlari forumi raisi, Milliy maktab seminarlari moderatori, 2019-yildan buyon Reabilitologlar Milliy xalqaro ilmiy-amaliy anjumanining doimiy raisi. Bugungi mavzu bu O'zbekistonda yurak-qon tomir kasalliklarini davolashda tabiiy giyohlar yoki xalq tabobatini o'rni desak to'g'ri bo'ladi. Va bugungi meni suhbatdoshim bu tibbiyot fanlari doktori, professor, o'z yo'nalishining yirik mutaxassisi To'laboyeva Gavhar Mirakbarovna bo'ladilar. To'laboyeva Gavhar Mirakbarovna, tibbiyot fanlari doktori, professor, kardiolog. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi kardiologiya va gerontologiya kafedrasi mudiri. Va men bu video lavhani olib boruvchi tibbiyot fanlari doktori, professor Hamrobayeva Feruza Ibragimova. Gavhar Mirakbarovna, so'zimizni boshida siz bilasiz bu narsalarni bir eslatib o'tmoqchiman. 2018-yili 18-dekabrida mamlakatimiz rahbari tomonidan bir katta hujjat imzolandi. U ham bo'lsa noinfeksion kasalliklarning profilaktikasi esingizda bo'lsa va sog'lom turmush tarzini aholi orasida targ'ibot qilishga bag'ishlangan. To'g'ri. Sal kechroq 20-yilda endi xalq tabobatiga bag'ishlangan yana bitta prezident qarori imzolandi va u bizga ijro uchun tushirildi. Va mana 2021-yilda birlamchi tizimda shu jumladan yurak-qon tomir kasalliklarini erta aniqlash va ularni surunkali davraga o'tib ketmasligini chora tadbirlariga bag'ishlangandi. Gap shundaki, mana bugungi kunda mana shu qarorlar paydo bo'lgandan beri o'zi tibbiyotda hozir juda jadal o'zgarishlar, to'g'rimi? Siz meni qo'llab-quvvatlaysiz. Juda ham katta yangiliklar kirib kelyapti, juda katta reformalar qilinyapti va balki oddiy xalq uchun bu uncha ko'z ilg'amasdir, lekin siz bilan biz mutaxassislar sifatida buni juda yaxshi tushunamiz, ko'rib turibmiz va ijrosida o'zimiz ishtirokchimiz. Mana shu borada aytmoqchimanki, mana shu pastda to'xtalib o'tgan 3 ta yirik hujjatda aynan kasallikni davolash uchun sa'y-harakat qilish kerak emas. Qolaversa, mamlakatimiz rahbari urg'u berib aytgan kasallikni oldini olish haqida gap ketyapti. 102-prezident qarorida ko'rsatilgandek, xususan qon tomir kasalliklarini erta aniqlash birlamchi tizimda. Nimaga birlamchi tizimda? Chunki har bir issiq jon kasal bo'lganda chopib qayoqqa boradi? Poliklinikaga chiqadi. U poliklinikada birlamchi tizim shifokorlari faoliyat yuritadi va ularga bugungi tavsiyalar faqatgina yurak-qon tomir kasalligi bilan kelgan bemorlarni emas, aholi orasida o'sha xavf omillari bor insonlarni chegaralab olib, ularga mana shu kasallik chuqurlashib ketmasligini yoki uni asoratlari kelib chiqmasligini oldini olish borasida juda ko'p tavsiyalar berildi. Va sizga hozir birinchi savolim shunday bo'ladiki, bizni eshitib turganlarga umumiy ma'lumot beraylik oldin. Demak, O'zbekistonda yurak-qon tomir kasalliklari qanchalik keng tarqalgan va ular nimaga bog'liq, nima uchun hozir ko'payib ketyapti, nima uchun kuchlanib ketyapti va xavf omillari qanaqa, nimani bilish kerak xalq o'sha yurak xastaligi bilan kasal bo'lmasligi uchun? Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Yana bir bor Feruza Ibragimova, siz to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Hozirgi bir qator mamlakatlarda, rivojlangan mamlakatlarda xavf omillari to'g'risida juda ko'p ilmiy tadqiqotlar olib borildi. Shu ilmiy tadqiqotlar natijasida aytildiki, qancha davlatlar rivojlanish tez sur'atlar bilan borsa, shu davlatlarda xavf omillari ham ortib boradi. Shu jumladan O'zbekistonda ham mana rivojlanish juda ham katta. Shu barobarida xavf omillarimiz ham yuqori. Nima uchun endi shu xavf omillariga biz
jiddiyroq e'tiborli bo'lishimiz kerak, chunki xavf omillarini bartaraf qilmasak bu kasallik kelib chiqadi. Albatta. Endi bu kasallik yurak qon tomir kasalliklar butun dunyo bo'yicha birinchi yetakchi o'rinlarda turadi Va o'lim holati ham birinchi o'rinda. Albatta o'lim holati ham juda yuqori, nogironlik ko'rsatkichlari yuqori. Shuning uchun ham shunga e'tibor qaratilyapti. Haqiqatda aytib o'tganingizdek, shu 102 hamda mana esingizda bor bir qator ilmiy izlanishlar olib borildi 103 prikazlar bilan, buyruqlar bilan birgalikda mana shu birlamchi tizimda shu kardiologik muammoni hamda endokrinologik muammoni bartaraf etaylik, shuni yechimini topaylik degan borasida bir qator ishlar olib borildi. Ya'ni endokrinologik deganda biz boshida sharhlab o'tmadik, bu o'sha qandli diabet yoki qandli diabetga moyillik bor odamlar haqida gap ketyapti. Chunki ikkalovi ham bir-biriga bog'liq. Mana hozir agar olib qaraydigan bo'lsak, oldingi hozirgi tadqiqotlarimizda yurak qon tomir kasalliklar bilan baravariga mana qandli diabet kasalligi birga yonma-yon yuribdi. Chunki ularni chaqiruvchi omilni eng birinchisi u tana vaznini oshishi va semizlik. To'g'rimi? Shunaqa. Endi hozir mana xavf omillariga keladigan bo'lsak, eng nima deydi, ilg'or o'zini haligacha yechimini topmaydigan muammolardan biri bu dislipidemiya holati, ya'ni qonda xolesterin miqdorini ortib ketishi yoki yog' modda almashinuvini buzilishi. Endi qarang, dislipidemiya holatiga olib keladigan omilni o'zi bu kam harakatlikda mana. Noto'g'ri ovqatlanish, harakatni kamligi, shundan tashqari xalqimizda tamaki chekish yosh bolalar, o'smirlarning orasida ham ko'payib ketyapti. Mana qarang, yuqorida keltirgan 3 ta qarorimiz hammasi o'sha sog'lom turmush tarzi atrofida aylanib yuribdi, to'g'rimi? Mana shu hozir agar mana shu spirtli ichimliklarni iste'mol qilishni kamaytirmasak, o'smirlarning orasida shu chekishni kamaytirmasak, bu albatta dislipidemiya holatini kelajakda yana jadallashuviga olib keladi. Shuning uchun biza doim bemorlar keladimi yoki sog'lomlar bilan gaplashganda albatta aytamizki, xavf omillarini sanab o'tamiz. Mana shu xavf omillari bilan kurashmasangiz kasallikdan xolis bo'la olmaysiz. Endi kasallik bo'lganda ham baribir shu xavf omillari bo'ladi. Qarangda, kasal bo'lgan insonga siz chekishingiz mumkin emas, ko'p harakat qilishingiz kerak, qondagi xolesterin miqdori, ya'ni yog' miqdorini nazorat qilib turishingiz kerak desak, shunga ham e'tiborli bo'ladigan bemorlarimiz kamchilikni tashkil etadi. Ya'ni biz bu borada hozir juda jadal ish olib boryapmiz. Albatta. Rahmat tushuntirib berganingiz uchun. Qarang, mana tushunarli. Mana demak bu hozir birinchilar qatorida ketayotgan xastalik. Faqat O'zbekistonda emas, butun dunyo miqyosida. Va endi asoratlari bu o'sha hammamiz qo'rqadigan bu o'sha miokard infarkti. Nimaga qon bosimi oshadi bu bemorlarda? Chunki qoni quyuqlashib ketadi. Va o'sha tromblar paydo bo'lishining sababi ham shu. O'shaning uchun men hozir sizdan iltimos qilardim, davolash standartlarida to'xtalib o'tsangiz. Chunki biz bilamiz bir necha guruh dorilar, ular hammasi shu kasallikni kelib chiqish sabablariga yo'naltirilgan bo'ladi. Shular haqida ikki og'iz. Rahmat. Yurak qon tomir kasalliklarini davolashda albatta tadqiqotlarga asoslangan holda Yevropa kardiologik jamiyati, Amerikani kardiologik jamiyati hamda Rossiyani kardiologik jamiyatida qabul qilinib tasdiq etilgan dori-darmonlar bilan ishlash ma'qul hisoblanadi. Mana O'zbekiston bu yo'nalishdagi kasallikni davolash standartlari ham chiqqan-ku, o'shalar hammasi mana shu butun dunyo bo'yicha qilingan izlanishlarni debochasi, ya'ni o'sha o'sha yangiliklarni hammasini o'z ichiga qamrab olgan. Albatta, mana shu hamma kardiologik jamiyatda bo'ladigan tasdiqlarni O'zbekistonda kardiologik jamiyat o'zimizni assotsiatsiyamiz mavjud bo'lib, bu assotsiatsiyaga mana tibbiyot fanlari doktori, professor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan shifokor desak ham bo'ladi, kardiolog Ravshanbek Davlatovich bevosita akademik bevosita boshchilik qiladi. Mana shu olingan, tasdiqlanganni bemorlarga ko'rsatma bo'yicha bemorlarga tavsiya etiladi. Demak, qarang, uni birinchisi bu qon suyultiruvchi dori. Qon suyultiruvchi dori vositasi albatta bu kerakdi, chunki buni qon quyilishiga olib keladigan xavf omili ham yana dislipidemiya holatida. Chunki devorlarni, qon tomiridagi devorlarni bu yog' shikastlaydi. Yog' tugunchalar.
tugunchalari yog' tugunchalar paydo bo'lgandan keyin bu yog' tugunchalarni ustiga trombotsit to'qimi, ya'ni qon tanachalari kelib o'tiradi. Mana shu kelib harakatni kamaytirish uchun biz albatta shuni aytamizki, dori vositasi, masalan, aytaylik, asetilsalitsilvoy kislotasi har xil ko'rinishda sotiladi. Kardiomagnil deydi, trombopol, trombas. Buni faolligini pasaytirish natijasida biz shu qon ichidagi qonni harakat tezligini bevosita, ya'ni qon reologiyasini yaxshilab beramiz. Qarang, ikkinchi dori bu o'sha yog' modda almashinuviga to'siqchilik qiladigan, haligi bizni terminimiz, tibbiy terminimiz dislipidemiya, ya'ni xolesterinni yoki uni haligi retseptorlarini ko'payib triglitseridlar oshib ketishi. Unga qarshi biz nima beramiz? Endi unga qarshi tavsiya etiladigan o'zi 5 ta guruh preparati bo'lsa, endi shundan eng ilg'orlari bu statin deyiladi. Endi statin preparatlari bu hozir endi tasdiqlangan, o'zini samarasiga ega bo'lgan dori hisoblanadi. Endi bu preparatni nima uchun afzallik deymiz? Afzallik taraf shundaki, bunga qo'shimcha effektlar xosda. Ya'ni u ham shamollashga, yallig'lanishga qarshi ishlaydi, qon suyultirishga bevosita yordam. To'g'ridan to'g'ri bo'lmasa ham albatta qaysidir mexanizmlar orqali o'zini samarasini ko'rsatadi. Shuning uchun ham biz statin preparatlarimizni kardiologlar buni birinchi o'ringa qo'yganmiz. Albatta bu borasida gastroenterologlarimizni o'zligini nimangiz bor, mana shu bizni bilasiz, lekin bundan istisno bo'lishimiz kerak emas albatta. Albatta, men bu savollarni bekor berganim yo'q. Albatta, mana shu yo'nalishda keyingi suhbatimiz davom etadi. Ya'ni qarang, standart deganda bizani eshitib turuvchilar uchun tushunarli bo'lganda, biz hozir faqat 2 ta dori guruhini siz bilan ilova qildik. Bu standart deganda mana shu bemorga mana shu albatta berilishi kerak degan dori darmonlar tushuniladi. To'g'rimi? Ya'ni mana shifokorga tekshiruvga keldimi, tashxis qo'yildimi, demak albatta mana shu har bitta guruhdan bittadan bo'lsa ham dori bu bemorga berilishi kerak. Qarang, muammoni bitta tarafi. Bu uni hayotini saqlaydi, o'sha qonini suyultiradi, yordam beradi, yog'larni kamaytiradi, bosimini kamaytiradi, qolaversa o'sha qandli diabetni oldini oladi va hokazo. Bir tarafdan. Ikkinchi tarafdan agar bu biz ko'rayotgan muammoni bu tarafi bo'lsa, mana bu tarafi ham bor. Ya'ni haligi siz aytgan qon suyultiruvchi dorilar oshqozonni shilliq qavatini yemirib, o'yib chaqa va yaralar chaqiradi. Bundan biz nimadan qo'rqamiz? Mana siz kardiolog, men gastroenterolog bo'lsak, ya'ni oshqozon ichi tizimi kasalliklari mutaxassisi. U sizlar shu kardiologda davolanib, keyin bizga keladiki, chunki o'sha yara ochilib ketib, qon ketib qolishi mumkin. Yana muammoni chuqurligi shundaki, u qonni to'xtatib olish qiyin bo'ladi, chunki qon suyilgan holatda. Bu bitta muammo. Ikkinchi muammo haligi yog' tanachalarini parchalash va o'sha biz aytamiz, yaxshi xolesterin bor, yomon xolesterin, do'st xolesterin bor, dushman xolesterin. O'sha dushman xolesterinni kamaytirish uchun beradigan statin dorilarimiz ular bir tarafdan o'zini to'g'ri ishini, yaxshi ishini, mukammal ishini, samarali ishini qilib beradi, lekin boshqa tarafdan mana haligi jigar faoliyatini juda yomonlashtiradi va bu siz bilan meni so'zimiz emas, bu siz bilan mendan chiqib kelayotgan fikr emas, bu o'sha ilmiy izlanishlarning ichiga kirgan va mana shu dorilar tavsiyalarida yozib qo'ygani, qarshi ko'rsatmalari, misol uchun jigar kasali bo'lsa berilmasin, ehtiyotkorlik bilan va hokazo. Mana endi qarangda, bir tarafdan biz davolayapmiz, ikkinchi tarafdan shikast yetkazyapmiz. Shuni yo'llarini mana hozir bizani eshitib turganlar bo'lsa kerak, o'ylaydi, nahotki buni yechimi yo'q. Yechimi bor. Biz mana birgalikda ishlaymiz. Biz oshqozon ichi tizimini saqlash uchun kardiologlar beradigan dorilardan oldin beradigan tavsiyalarimiz bor va Azalobod kardiologlar, gastroenterologlar bilan birga bu masalani hal qilib kelmoqda. Lekin endi haligi 5 ta guruh dori haqida gapiradigan bo'lsak, biz bilamiz, jigar bu organizmning biokimik laboratoriyasi va qolaversa bu ikkinchi eng yirik organ
va funksiyasi bo'yicha, ya'ni o'zini funksional vazifalari bo'yicha eng ko'p vazifalarni bajaradigan a'zo hisoblanadi, to'g'rimi? Endi qarab turing, mana bular 5 ta guruh dori berdilar. U hammasi jigar orqali so'rilib parchalanadi va uni ximik endi hamma dorilarimiz baribir to'g'ri, kimyo molekulalariga kimyoviy tarkibga egada endi. Sintez qilib. Ana o'shalarni nojo'yasi, yomoni hammasi o'sha jigarda qoladi-da, jigar bechara 24 soat ishlab, qonga uni tozalab, faqat yaxshi tarkibini chiqarib oladi. O'ziga o'sha qoldiqlarini olib oladi. Demoqchimanki, bu bilan jigar aziyat chekadi. Va vaqti bilan mana shu jigarni faoliyatini yaxshilash uchun biz qanaqadir chora-tadbirlar ko'rishimiz kerak yoki tavsiyalar berishimiz kerak. Endi qarang, bu dori-darmonlar o'z yo'liga. Bemor hozirgi ekologiyani bilamiz, nafas oladi. Hammamiz bilamiz, mana ekologiya yomon va hokazo. U nafas bilan kirgan o'sha nojo'ya yot elementlar ham jigar orqali o'tadi. Yoki bo'lmasam hozir konservantlar, har bitta oziq-ovqatda konservant yo'q, mancha oziq-ovqat yo'q va ular ham hammasi o'sha jigarda tozalanib keyin qonga chiqib ketadi. Undan tashqari mana hozir men juda yaxshi ko'raman Gavhar Mirakbarni shu misolni keltirishni. Bizani ayollarimizga hozircha hayot yengil bo'lib qoldi-da. Tayyor to'g'rimi? Biz siz bilan yosh davrimizda kirni ham o'zimiz yuvardik, uni o'zimiz chayib, o'zimiz siqib yoyardik. Go'shtlarni мясорубкаdan o'zimiz o'tkazardik va hokazo. Endi bizani yoshimizdagilar bilishadi buni. Bizdan kattaroqlar ham bilishadi. Harakatimiz bor edi. Harakatimiz bor edi. Hozir qarang, shuncha dastyorlar bor. Kir yuvadigan mashina, idish yuvadigan mashina, paravarka, multivarka va hokazo yoqib qo'yasan, o'zi o'chib tayyorlab beradi. Aytmoqchimanki, mana shu kam harakatligimiz va uni orasida unda idish yuvib qo'ysak, kam harakatligimiz semizlikka olib kelsa, u yana o'sha dislipidemiyaga olib keladi. Albatta. Va mana shu xavf omillariga kirib ketadi. Va haligi idish yuvishda ayollarimiz hozir u meni esimda bor, buvilarimiz kirsovunda yoki mahallada Dudu gap kinosi esizdami? Turpo bilan yuvib, qum turpolar bilan yuvilardi. Hozir hech kim bu ishni qilmaydi. Hozir bir qancha o'sha yuvish vositalari bor. Endi men bunga to'xtalayotganim yoki bunga urg'u berayotganim sababi o'sha idish yuvganda qo'lni terisi orqali, u ham kimyoviy tarkib. Hammasi so'rilib, keyin jigar orqali chiqib ketadi. Aytmoqchimanki, yoki chala yuvilsa, chala yuvilsa to'ppa-to'g'ri. Aytmoqchimanki, hozir jigarga juda qiyin bo'lib qoldi-da bugungi kunda. O'shaning uchun ozgina mavzuyimizni shu tarafga yo'naltirmoqchi edim-da. Bu ham siz bilan meni xulosamiz emas, o'sha dunyo miqyosida mavjud ilmiy izlanishlar xulosasi imkon qadar tabiiy tarkibga ega bo'lgan dori vositalari yoki qanaqadir biologik aktiv moddalarmi, shular bilan davolash maqsadga muvofiq degan fikrlar bor-da hozir. Mana shu borada sizni fikringizni bilmoqchi edim. Mana shu xalq tabobati elementlari yoki tabiiy qanaqadir tarkibga ega bo'lgan biologik aktiv moddalar kardiologiyada o'z o'rnini topganmi, yo'qmi? To'g'ri, bu bir qator oxirgi mana 10-15 yil ichida olingan bir tadqiqotlarni ko'rib chiqsak, bu tadqiqotlarda shu biologik aktiv moddalarni samarasi bor deb ta'kidlagan joyi bor. Lekin aytyaptiki, bunda yurak ishemik kasalligining qaysi formasi, qaysi klinik turi, shunga ham bog'liq-da. Albatta. Masalan, qarang, bemori individual holatiga ham bog'liq. Albatta. Mana hozir siz to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, mana 5 guruhingiz preparatingiz bor. Biz bu 5 guruh preparatdan hattoki yurak ishemik kasalligining yengil turi bo'lsa ham voz kecha olmaymiz. Chunki standart berish kerak, doimiy berish kerak. Endi mana ko'p hollarda sizlarda ham bo'lsa kerak, siz praktikangizda ham, bizda ham kardiologik bemorlarni davolanishga moyillik darajasi past. Nima uchun deb so'rasangiz, menga 10 kun dedi doktor, men 10 kun ichdim.
bu surunkali ichasiz yoki doktor surunkali ichasiz deb yozib bergan taqdirda ham surunkali ichmang. Nega? Chunki men bugun yaxshiman. Ba'zi bemorlarimizga biz aytamiz hayot davomida. Hayot davomida. Pожизненно degan hayot davomida. Endi qarang-da, mana to'g'ri aytyapsiz. Biz preparatni berganimizda jigar faoliyatini albatta nazoratda qilib turishimiz kerak. Chunki preparatlarimiz, dori vositalarimiz jigarda o'tirib, jigarda uni haligi faol metaboliti bo'ladi. Shuni ishlab, shuni effektini bildiruvchi preparat, effektni bildiruvchi moddaga o'tadi-da. Undan keyin o'zining ishini bajaradi. Shuning uchun bemor kelishidan oldin albatta jigar faoliyatini ko'ramiz. Masalan, o'zining fermentlari bor. Shu fermentlarni ko'rib, nazorat qilib beramiz. Endi ko'p hollarda nima desam ekan, shifokorlarimiz tarafidan yoki bemorlarimiz tarafidan ham jiddiy e'tibor berilmaydigan hollari bo'ladi bunda. Shunda bularda ularni yomon ta'sir, nojo'ya ta'sir kuchayib ketib gastroenterologga borishadi. Bizaga jo'natasiz. To'g'ri. Gavhar Mirakbarova, yana bitta nozik masalaga oydinlik kiritib berishingizni so'rardim. U ham bo'lsa, qarang, mana bizani endi hozir ko'pchilik eshitishi mumkin. O'sha noto'g'ri fikr paydo bo'lmasligi uchun sizdan iltimos qilardim. Mana qarang, mana shu bizani bemorlarni davolashda, xususan hozir kardiologik bemorlar haqida, yurak xastaligi bor bemorlar haqida gapiryapmiz. Ularni davolash jarayonida dunyo miqyosida qilingan mana shu tabiiy qanaqadir qo'shimchalar, biologik aktiv moddalar yoki bo'lmasam xalq tabobati elementlari qo'shilgan izlamalar bormi? Agar bo'lsa, iltimos yoritib bersangiz. Bor, juda ham ko'p bunaqa ishlar bor. Masalan, Yevropada mana yaqinda kardiologik kongress bo'ldi. Butun dunyo kongresslari ishtirok etdik. O'shanda ham mana shu bir bo'lagi sifatida ya'ni shu davolash jarayonini bir bo'lagi. Davolanish standartlarida tavsiya etilgan dori-darmonlarga qo'shimcha biologik aktiv moddalarni ishlatish mumkin degan nimalar, jumlalar ham bo'lib o'tdi. Ya'ni ma'ruzalar bo'ldi. Ma'ruzalar. Endi men masalan Yevropa davlatlarida juda ko'p, men uni sanab o'tmayman. Endi o'zimga yaqin bo'lgan, masalan, men bilaman, siz Hindistonni Apollo klinikasi bilan juda chambarchas xalqaro izlamalar olib borasiz va uni ishtirokchisi va ba'zi hollarda koordinatori hisoblanasiz. Va shuni ham aytib o'tishim kerakki, bizani eshitib turgan qora ko'zlarga Apollo klinikasi bu Hindistonning 10 ta eng kuchli o'sha tibbiyot muassasalariga kiruvchi klinika hisoblanadi. Mana shu borada o'z fikrlarini eshitamiz. Gavhar Mirakbarova. Bu Hindistonda hozir eng juda katta institutlar, oliygohlar tashkil etilgan, markazlar bor. Xalq tabobatiga urg'u beriladi. Ularda juda katta urg'u beriladi, chunki ularda giyoh moddalari ahamiyat juda kuchli. Giyohlarni o'zligi, masalan, mahsulotlarni ishlab chiqib, o'zlarini katta laboratoriyalariga ega-da. Endi Apollo institutiga mana bevosita ishlaymiz. Professorlarimiz ham shu tavsiyalarni ko'rsangiz, shu tavsiyalarda albatta bitta bo'lsa ham shu biologik aktiv preparat. Chunki bu preparat deyiladi, mana shu dori vositasi bizani standartga kirgan dori vositalariga turtki bo'lishi mumkin. Ya'ni uni samarasini yanada kuchaytirib berishi mumkin degan shunga urg'u berib ketiladi. Ya'ni boya siz aytgan xulosa. Albatta. Dori vositalarini kamaytirdi, lekin ularning samarasi pasaymadi. Dori qabul qilish kursi kamaytirildi, lekin bu ham nojo'ya ta'sir ko'rsatmadi. Va shu bilan birgalikda biz aytdik, haligi biza beradigan guruh dorilarni ta'siri sizni so'zlaringiz bo'yicha ham mana shu biologik aktiv moddalar qo'shib ichganda ularning ta'siri kuchaydi. Bu juda yaxshi ma'lumotlar. Mana Feruza Ibragimova Aboyli bin Sinoni ishlariga bir nazar tashlasangiz, olib borgan tadqiqotlar o'sha vaqtda butun davolarni har bir kasallikka bular ya'ni xalqdan mana shu tabiatdan olingan giyohlarni olib o'zlari haligi yozib qo'ygan yanchib, qancha yanchishini, qancha qorong'i xonalarda turishini hammasini yozib, albatta u mana
hozirgi olayotgan ko'p dori vositalarimizni ham negizida shu yotadi-ku, tabiatdan olingan mahsulot. Faqat uni haligi farmakologik kompaniyalar ozgina sintezlab, uni tezroq ta'sir qiluvchi, ya'ni shu bilan birga nojo'ya ta'sirini sal kamaytiruvchi qilib ishlab bizga tavsiya qilib berilyapti. Ya'ni tabiat biz bilan sizni ishimizda eng faol yordamchi. Albatta. Shuning uchun bu endi men Hindiston misolida aytdim, lekin mana Qirg'izistonda ham, shu anaqa Qirg'izistonda ham Abu Ali bin Sinoni o'qishlariga bag'ishlangan kichik konferensiya bo'lib o'tdi. O'zingiz ham bilasiz, xabaringiz bor. Shunda mana Qozog'istonlik, Qirg'izistonlik hamkasblarimiz ham juda chiroyli ma'ruzalari bilan chiqishdi. Buxoro universiteti, Buxorodagi professorlarimiz, yetuk professorlarimiz ham mana shu xalq tabobatlarida ishlab, o'zimizdan O'zbekiston sharoitida ishlab chiqilgan biologik aktiv moddalarni tavsiya etilyapti. Uni biza kardiologik praktikada qo'llanish mumkin emas degan xulosani bera olmaymiz. Albatta mumkin. Mana oxirgi paytda adabiyotlarda ham, keyin bizning mana shifokorlar orasida ham shu bir Xitoyda ishlab chiqilgan qo'ziqorinlar turkumiga bag'ishlangan va bu turkumda 200 dan ortiq haligi sinfi bo'lishiga qaramasdan ularni faqat 6 tagina turi inson salomatligi uchun afzal ekan, inson salomatligi uchun foydali ekan. Buni o'sha mikolog olimlar bizga tavsiya etishgan va shularning ichida o'sha Ganoderma lucidum degan turi, o'sha Ganoderma lucidum haqida to'xtalib o'tmoqchiman, chunki biz mana o'zimiz oshqozon ichki tizimi kasalliklarida bizga qiziq bo'lgani uchun uni ilmiy izlanish qilib ko'rdik uni asosida va bilasizmi, jigarga juda ham yaxshi o'sha jigarni filtr funksiyasini, ya'ni detoksikatsion funksiyasini kuchlantirib berishi bir taraflama, ikkinchi taraflama yurak ichak disbiozida. Disbioz tushuntirib o'taman, bu ichakda foydali bakteriyalar bor, ularni kamayib ketishi har xil kasalliklarga, shu jumladan immunitet pasayib ketishiga olib keladi. Biz mana shu yo'nalishda ko'rdik. Disbiozlarda juda foydali, ya'ni o'sha foydali bakteriyalarni joyiga tushib o'sishiga moyillik ko'rsatishini ko'rdik va yana bir tarafi u mana shu bemorlarimizda oshqozon ichak tizimi shilliq qavatini baqatlashtirib berishga, ya'ni o'sha shilliq qavati deganda biz qon aylanishini o'sha joyda ruschasiga mikrotsirkulyatsiya deyiladi va o'sha shilliq qavatini sifatli bo'lishi, ya'ni suyuq bo'lmasligi, mana shu narsalar haligi muhofaza hisoblanadi shilliq qavatda. Shularga ham yaxshi ta'sir qilishini ko'rdikda va xabarim bor, siz ham bu mahsulot bilan tanishsiz va uni haligi xolisona maqtov uchun emas yoki bir qanaqadir uni hammaga tavsiya qilish uchun emas, o'zingizni amaliyotingizdan kelib chiqqan holda gapirib bering. Hozir to'g'ri aytasiz, biz ham kichik ilmiy tadqiqot ishini olib bordik kafedra xodimlarimiz bilan birgalikda, ya'ni uni statsionar sharoitda yoki ambulator sharoitda olib bordik. Bu tekshiruvga tadqiqotga aslida 30 ta bemorimizni jalb qildik, lekin undan ham oshiq bemorlarimiz kelindi. Endi biza shu guruhga tanlab olayotganimizda bemorlarni asosiy ichadigan preparatdan voz kechmas, dozasini, kunlik miqdorini kamaytirdik. Chunki bizaga shu biza olib tadqiqotga kiritilgan, tanlab olgan shu qo'ziqorin mahsulotlaridan biri bu Rishi-Gold bilan shu aytganingizdek litidium yana Rishi-Gold nasli shu mahsulotlarni sinab ko'rdik. Ikkalovini lekin baravarlikda berdik. 2 ta kapsuladan ertalab kechqurun ikkalovini bemorlarga albatta tushuntirishlarni olib bordik. Shunaqa kasallarimiz bo'ldi. Nima uchun endi xalqimiz biladi Kankor. Nima uchun men Kankorni endi 7,5 milligram ichmayman-da, ham 5 milligram ichaman. Chunki siz hozir bu preparatni olasiz.
Bu preparatni mahsuloti, bu biologik mahsulot aktiv buni moddani. buni nima karomat ko'rsatadi degan savollar ham bo'ldida bemorlar tarafida. O'shanda biz Tabiiy savol. uni karomatini keyin tushuntirib berdik. Bu preparatni Ular o'zlari ham sezishdimi? bu preparatni men oldin tavsiya berishdan oldin o'qib chiqdim. Bir qator ishlar olib borilgan ekan haqiqatda, mana shu Malayziyada ham, Xitoyda, Hindistonda ham hattoki birinchi buni samarali joyi yallig'lanishga qarshi ekan. Bizning ham yurak qon tomirlarimizda shu haligi yomon lipid o'tirib olgandan keyin yallig'lanish jarayoni bo'ladi. Kasallikning zaminida baribir hamma kasallikning zaminida o'sha yallig'lanish. Demak, yallig'lanishni kam bo'lsa yaxshi-da biz kardiologlar uchun, chunki lipid boshqa o'tirmaydi, ya'ni yog' boshqa o'tirmaydi, yomon yog' boshqa o'tirmaydi. Shu taraflari, ya'ni u tomirni ichida ko'proq sizlar ko'rdinglar ishlashini. Albatta. Va men o'qigan tadqiqotlarda aynan shu mahsulotlar qon suyultirish sifatiga ega ekanligini o'qigandim. Siz uni tasdiqlab bera olasizmi? Albatta, mana shunaqa guruhimizda shunaqa bemorlarimiz bo'ldiki, aspirin, asetil salitsiloviy kislotasini, ya'ni qon suyultiruvchi dori vositasini qabul qila olmaydigan bemorlarimiz ham bo'ldi. Chunki ular aytadi, men ichsam oshqozonim og'riydi deb, to'g'rimi? To'g'ri. Shuning uchun mana shu taraflama biz haqiqatda shu natijani oldik, ya'ni qon suyultirish. Ya'ni biz faqatgina bu haligi agregatsiyasini o'rganmadik, ya'ni trombotsit qon tanachalarini bir-biriga yopishi. Fibrinogen ko'rsatkichi bor. Buni bemorlarimiz bilishadi. Koagulogrammami deyishadi. Shu koagulogrammani ichida o'tirgan fibrinogen miqdorini qonda kamaytirib berdi. Lekin olingan natijalarimiz, samarali natijasini biz 3 oydan keyin oldik to'liq. Men bu bilan aytmaymanki 3 oy ichishingiz yaxshi bo'ladi. Birinchi oyda ham bu, birinchi oydagi natijalarimiz bemorlar hansirashi kamaydi. Ko'rdingizmi? Keyin ikkinchi oyda men yaxshi uxlamasdim, uyqum yaxshi. Lekin 3-oydagi natijalarimiz ham instrumental, ya'ni elektrokardiografiya deymiz, ekokardiografiya deymiz, hayot sifati deymiz, hamda laborator ko'rsatkichlarda haligi yomon yog' lipidimizni, yomon yog'ni fraksiyasini kamayganligiga yana bir marta ishonch hosil qildik. Shuning uchun ham tadqiqotimizning eng xulosasida aytdikki, bazis terapiyadan voz kechmaymiz, lekin bazis terapiyani fonida bu mahsulotni tavsiya etish mumkin. Qarang, qanaqa yana biz yaxshi tarafini shu bemorlarga tushuntirib berdik. Qarang, siz bazasiga, ya'ni standartga kirgan dori vositalaringizni kunlik miqdori kamaydi. Qancha siz o'zingiz pulingizni tejab qoldingiz. Ya'ni iqtisodiy tarafdan. Keyin voy jigarimdan qo'rqaman dedingiz. Mana jigaringizdan qo'rqmaysiz, chunki jigaringizni himoya qilib turibdi. Shuning uchun birgalikda buni ichish kerak deb tavsiya qildik. Va oshqozon silliq. Albatta. Shuning uchun ham bu bemorlarimiz yaxshi ijobiy baho berishdi hamaligi. Nima desam ekan, rozilik berishdi mana shu tadqiqotda qatnashish uchun. Hozirgacha shu kasallarimiz shu preparatingizdan bormi deb bizga kelishadi, mana murojaat qilishadi. Olingan natijalarimiz hammasi ishonarli ko'rsatkichda bo'lgani uchun hozir masalan ma'ruzalarimizda ham shifokorlarimizga shu mahsulot bor, shu mahsulotni samarasi shuni ko'rsatdi deb kichkina lavhalarda berib o'tamiz. Gavhar Mirakbarovna, menimcha bugungi siz bilan suhbatimiz bizani eshitib turgan insonlar uchun o'ta foydali bo'ldi degan umiddaman. Chunki biz siz bilan o'sha bugungi kun tibbiyotining dolzarb masalalaridan birini yoritib berishga harakat qildik va shu bilan birgalikda biz aytamiz, mana davolash yo'nalishi bor va biz hozir aytgan yo'nalish bu alternativ yo'nalish yoki bo'lmasa simptomatik yo'nalish bo'ladi. Ya'ni xulosa qilib aytganda etik bo'ladi. Yurak qon tomir kasalliklarini omillari haqida gapirganda, demak, agar uni bitta omili o'sha qonni quyilib ketishi bo'lsa, demak, mana shu gonodermalizium uni suyultirar ekan. Ya'ni xavf omillariga qarshi kurasha hozir. Bu profilaktikasi, o'sha kasallikni oldini olish, demak, chuqurlashib ketishini. Ikkinchisi biz aytdik, o'sha jigar faoliyatini susayishi, unga ham yordam berar ekan. Uchinchisi biz aytdik, statinlar qo'llaymiz va statinlar
o'sha jigar faoliyatini yomonlashtiradi. Demak, bu ikkalasi birga tavsiya etilsa, birisi muhofaza qilib turadi jigar hujayralarini, ikkinchisi o'z davolash samarasini ko'rsatadi. Uchinchi yo'nalishi o'zi yog'larni o'sha demak biz aytdik, qon tomirlarida yog' tugunchalarini paydo bo'lishini oldini olishga zamin yasab berar ekan. Va biz aytdik, hamma kasalliklar yallig'lanishdan boshlanadi deb. Albatta. Mana shu yallig'lanishga ham o'z hissasini qo'shar ekan. Demak, qaytalab alohida aytmoqchimanki, davolash standartlaridan chekinish kerak emas. Ayniqsa xuruj davrida o'sha beriladigan dori darmonlardan voz kechish tavsiya etilmaydi va bu juda muhim narsa. Mana bu qo'shimchalar esa tabiiy qo'shimchalar, misol uchun Ganoderma lucidum, Rishi-Gold, ular bir tarafdan o'sha dori vositalarini miqdorini kamayishiga, ularning davomiyligini, ichish davomiyligini qisqarishiga va ijtimoiy qandaydir himoya bersa bemorlarimizga yoki yengillik desak to'g'ri bo'ladi. Ikkinchi tarafdan haligi men aytgan xurujdan keyin kasallik bir qancha vaqt tinchlik vaziyatiga tushib oladida, yana xavf omillari paydo bo'lgandan keyin yana xuruj beradi. Ana o'sha tinchlik davrini ba'zi odamlarda bu 6 oy, to'g'rimi? Uzaytirib beradi. Ba'zi odamlarda bu agar o'sha siz aytgandek tamakiga ruju qo'ygan yoki ichkilikcha, ularda 2 oy, 1 oydan keyin xuruj beradi. Mana shu davrni, tinchlik davrini imkon qadar cho'zib berishga imkoni katta. Mana shu biz bugun suhbat olib borgan Ganoderma lucidum va Rishi-Gold biologik aktiv moddalari. Yana bir marta qaytalab aytamanki, o'ylaymanki, yaxshi suhbat bo'ldi va o'ylaymanki bu foydali bo'ldi bugungi suhbatimiz. Umid qilamanki, u ko'pchilikka yordam beradi. Va yana Xudo xohlasa uchrashish nasib qilar. Hozir esa Gavhar Mirakbarovna, men sizga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchi edim. Sizga ham rahmat. Hamisha mana shu ajoyib kasbingizda zafarlar yor bo'lsin, sog' salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishni. Sizga ham rahmat, sog' salomat bo'lsin. Xalqimiz kasal bo'lmasin. Rahmat, sog' bo'ling. Mana oxirgi paytda adabiyotlarda ham, keyin bizning mana shifokorlar orasida ham shu bir Xitoyda ishlab chiqilgan qo'ziqorinlar turkumiga bag'ishlangan va bu turkumda 200 dan ortiq haligi sinfi bo'lishiga qaramasdan ularni faqat 6 tagina turi inson salomatligi uchun afzal ekan, inson salomatligi uchun foydali ekan. Buni o'sha mikolog olimlar bizga tavsiya etishgan va shularning ichida o'sha Ganoderma lucidum degan turi, o'sha Ganoderma lucidum haqida to'xtalib o'tmoqchiman, chunki biz mana o'zimiz oshqozon ichak tizimi kasalliklarida bizga qiziq bo'lgani uchun uni ilmiy izlanish qilib ko'rdik uni asosida va bilasizmi, jigarga juda ham yaxshi o'sha jigarni filtr funksiyasini, ya'ni detoksikatsion funksiyasini kuchlantirib berishi bir taraflama, ikkinchi taraflama yurak ichak disbiozida. Disbioz, tushuntirib o'taman, bu ichakda foydali bakteriyalar bor, ularni kamayib ketishi har xil kasalliklarga, shu jumladan immunitet pasayib ketishiga olib keladi. Biz mana shu yo'nalishda ko'rdik. Disbiozlarda juda foydali, ya'ni o'sha foydali bakteriyalarni joyiga tushib o'sishiga moyillik ko'rsatishini ko'rdik va yana bir tarafi u mana shu bemorlarimizda oshqozon ichak tizimi shilliq qavatini baquvvatlashtirib berishga, ya'ni o'sha shilliq qavati deganda biz qon aylanishini o'sha joyda ruschasiga mikrotsirkulyatsiya deyiladi va o'sha shilliq qavatini sifatli bo'lishi, ya'ni suyuq bo'lmasligi, mana shu narsalarga, shu narsalar haligi
muhofaza hisoblanadi shilliq qavatda. Shularga ham yaxshi ta'sir qilishini ko'rdikda va xabarim bor, siz ham bu mahsulot bilan tanishsiz va uni haligi xolisona maqtov uchun emas yoki bir qanaqadir uni hammaga tavsiya qilish uchun emas, o'zingizni amaliyotingizdan kelib chiqqan holda gapirib bering. Hozir to'g'ri aytasiz, biz ham kichik ilmiy tadqiqot ishini olib bordik kafedra xodimlarimiz bilan birgalikda, ya'ni uni statsionar sharoitda yoki ambulator sharoitda olib bordik. Bu tekshiruvga tadqiqotga aslida 30 ta bemorimizni jalb qildik, lekin undan ham oshiq bemorlarimiz kelindi. Endi biza shu guruhga tanlab olayotganimizda bemorlarni asosiy ichadigan preparatdan voz kechmas, dozasini kunlik miqdorini kamaytirdik. Chunki bizaga shu biza olib tadqiqotga kiritilgan tanlab olgan shu qo'ziqorin mahsulotlaridan biri bu